Bugun istaymizmi yo'qmi, katta-yu kichik ijtimoiy tarmoqlar olamiga g'arq bo'lgandek ko'rinadi. Ko'cha-kuyda, transportda, ishda, uyda foydali kontent bo'lsa-da, ko'zlarimiz shu telefon ekraniga muhrlangan. Unda o'zimizga shu onda zarur bo'lgan ma'lumotni qidirib, rasmiy, norasmiy, asosli va asossiz xabarlar, qisqa videolar olamiga soatlab kirib ketganimizni sezmay qolamiz. Bu holatlarda albatta ishonchli ma'lumot chiqsa-ku, balki mushkulimiz yengillashar, ammo norasmiy, hatto qonuniy ma'lumotlarga uchrab qolishimiz bizga qimmatga tushishi mumkin. Bunday ma'lumotlar asosan biron sohaga yangi kirib kelgan qo'shtirnoq ichidagi ekspertlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda qisqa muddatda mashhurlikka erishish, ko'rishlar va obunachilar sonini oshirish maqsadida amalga oshiriladi. Shaxsiy mulohaza loyihasining bu galgi sonida professional 20 yillik tajribaga ega huquqshunos Kamoliddin Bahovatdinov bugungi savodli va savodsiz chala huquqshunoslarning tavsiyalari ham fuqarolarga ham jamiyatga qanchalar zarar keltirishi mumkinligi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda har ikkita kontent egasidan bittasi yo maslahat beradi, yo aql o'rgatadi. Bahovatdinov Kamoliddin Abdumalikovich, advokat va avtoyurist, 20 yillik ish tajribasiga ega. Faoliyati davomida jinoiy, iqtisodiy, fuqarolik va ma'muriy yo'nalishlardagi ishlar bilan shug'ullanib kelmoqda. Aholi huquqiy savodxonligini oshirish borasida 2023-yil yakuni bo'yicha Yil advokati mukofoti sovrindori. Ayni damda Prolegal xalqaro advokatlik firmasida faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu holatga nisbatan e'tirozim yo'q, ammo ushbu ma'lumotlarni qanchalik haqqoniy yoki qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi yoki qanchalik qonuniy asoslantirilgan gap mana shunda. Men bugungi kunda millionlab auditoriyani to'plab, ammo biroz haqiqatdan yiroq bo'lgan yoki huquqiy jihatdan noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni berayotganlarga emas, aksincha ularni kuzatuvchilarga o'ziga xos savol bilan murojaat qilgan bo'lar edim. Chunki asosiy savol va asosiy e'tiroz ularga. Bugungi kunda ming afsuski huquq sohasida va qonunchilik borasida katta auditoriyalarni qisqa muddat ichida zabt etish yoki bo'lmasam bahsli kontent yoki to's to'polonga boy bo'lgan videolarni suratga olish orqali juda ham qisqa vaqt ichida juda ham katta auditoriyani to'playotganlar ham yo'q emas. Ammo u yerda tarqatilayotgan ma'lumotlar yoki odamlarga singdirilayotgan ma'lumotlar qonunga zid ekanligi ham ba'zan o'z isbotini topmoqda. Bu borada bir qancha misollarni keltirishim mumkin. Shaxsan o'z misolimda va o'zim kuzatgan holatlarda. Xususan huquq sohasida bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarning fikriga zid fikr bildirish orqali ham shuhrat qozonayotganlar yo'q emas. Bir qanchasini misol tariqasida keltirishim mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlarga, ya'ni kuzatuvchilarga yoqadigan ma'lumotlarni tarqatish yoki ularni yetkazish orqali ham ularni ishonchiga kirayotgan yosh hamkasblarimiz yo'q emas. Biroq bu yerda biz e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan va e'tibor qaratishimiz shart bo'lgan shunday holat borki, u kam ahamiyatli emas. To'g'ri, odamlarga yoqadigan xabarlarni yetkazish orqali ham ularning ishonchiga kirish mumkin, ammo keyinchalik ularni oqibatiga ham javob berish masalasi bor. Ya'ni oqibat bilan kuzatuvchini yolg'iz qoldirish menimcha bu mantiqqa ham va adolatga ham to'g'ri kelmaydi. Xususan bugun turli xil yo'nalishlarda bank, soliq, yo'l harakati qoidalari va huquqning boshqa sohalarida odamlarni u yoki bu javobgarlikdan yoki u yoki bu mazmundagi jarimalardan qutulib qolishni va'da qilayotgan va to'lamaslikni targ'ib qilayotganlar ham yo'q emas. Ammo qonun aslida nima degan va qonunni moddalaridan anglashilayotgan ma'no aslida qanday, bunga tushuntirish va izoh berish nima uchundir kam ahamiyatli bo'lib bormoqda. Bu borada men bir qancha misollarni keltirishim mumkin va bir qancha hayotiy holatlarni ham aytib o'tishim mumkin bo'ladi. Shaxsan o'z tajribamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, juda ham qiziq va bahsli holatlar juda ko'p bo'lgan. Xususan siz berayotgan ma'lumotni inkor etuvchi, ammo haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish orqali ham obunachi to'plagan va ayrim toifadagi tor doiradagi kuzatuvchilarni hurmatiga erishgan deylik bloger, avtoyuristlar ham yo'q emas. Bugungi kunda ma'lumot beruvchilarni, maslahat beruvchilarni yoshi ancha yoshargan. Ya'ni qisqa muddat ichida katta auditoriya va qisqa muddat ichida shon-shuhrat qozonishni xohlayotganlar ham yo'q emas. Ammo buni barchasi ma'lum bir davrni talab qiladi, ma'lum bir o'quvni, ma'lum bir tajribani talab qiladi. Chunki ikki dona moddani tushunar-tushunmas gapirish o'z yo'liga, ammo o'sha moddani mag'zini chaqib, ana shu moddadan ko'zlangan va nazarda tutilayotgan qoida o'zi aslida qanday? Mana bunga javob berish masalasi ham ikkinchi darajali bo'lish kerak emas. Ikki og'iz maslahatni berib, keyinchalik oqibatiga kelganda yo'q bo'lib qolish bu
minimum o'sha kuzatuvchini fakt oldida ojiz qoldirish bilan barobar. O'zimga keladigan bo'lsak, yuklangan ma'lumotlar yoki yuklangan postlarga nisbatan e'tiroz ma'nosidagi postlarni yuklash orqali ham rezonans keltirib chiqarishni xohlagan blogerlar yo'q emas. Deylik, o'sha mobil komplekslarni olaylik. Vaqtida noqonuniy rasmiylashtirilgan jarima qarorlarini bekor qilish bo'yicha qonun doirasida tushuntirishlar bergan vaqtimiz bu ma'lumotlarni inkor etib, deylik, bu ma'lumotlarga ishonmang yoki mana bu odamni gaplariga ishonish kerak emas mazmunida qarshi postlar qo'yish orqali ham odamlarni chalg'itishga uringanlar ham bor. Ammo keyinchalik biz sud hokimiyati orqali, sud tartibida ushbu jarimalarni bekor qildirganligimiz haqida post yuklaganimizdan keyin bu odamlar, bu fikr bildirganlar qayergadir yo'q bo'lib qolishdi. Ular orasida aytdim senga o'sha tepalikka chiqmagin ma'nosida istihzoli post yuklaganlar ham bo'ldi. Gap hozir antiblik masalasida ketyapti. Ya'ni qoplamalarni o'rnatishga hech qanday taqiq yo'qligini isbotlab yurgan bir vaqtimizda biz albatta quyi instansiyalarda yutqizganmiz, buni siz yaxshi bilasiz. Ammo ana shu yutqizgan vaqtimiz bu tepalikka chiqmagan degan edim senga, baribir yutqizasan qabilida fikr bildirganlar ham bo'ldi. Ammo biz o'sha tepalikka chiqdik va antiblik ishida yaxshi xabardorsiz, biz g'alaba qozondik. Ya'ni bunday qoplamalarni o'rnatish qonunan taqiqlanmaganligini amalda sud qarori bilan isbotladik. Yana bir og'riqli masala bu bugungi kunda siz ko'rsatayotgan sifatli va haq evaziga ko'rsatilayotgan yuridik xizmatdan boshqa maqsadlarda foydalanayotganlar ham yo'q emas ekan. Ya'ni siz tayyorlagan va siz taqdim etayotgan ariza namunalarini ko'chirish va uni kerak bo'lsa pala-partish, chala-chulpa keyingi kuzatuvchiga yoki keyingi iste'molchiga sotayotgan hamyurtlarimizni ham ko'ryapmiz. Biz bu haqda qachon xabar topyapmiz? Sudda yutqazgan yoki ariza namunasidagi ayrim kamchiliklarni ko'rgan kuzatuvchilar oxir-oqibat bizga murojaat qilyapti va vaziyat taxminan shunday. Ya'ni ular taqdim etgan ariza bo'yicha yetarlicha tushuntirish ololmaydi yoki sud qabul qilgan qaror yuzasidan izohlar berilmaydi va mana shunday vaziyatlarda nima uchundir hamyurtlarimiz advokat yoki haqiqiy o'sha huquq egalari, ya'ni yuristlarga murojaat qilishadi. Bir narsani juda ham istagan bo'lardim. Vaziyat tamomila boy berilgandan keyin emas, ya'ni ana shu masala ko'tarilgan vaqtdan boshlab siz tajribasi bor, oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan advokat bo'lsa, litsenziyali yurist bo'lsa, albatta ma'lum bir darajadagi ish stajiga ega bo'lgan insonlarga uchrashishingizni va maslahatni, konsultatsiyani aynan ulardan olishingizni tavsiya qilaman. Chunki ular tomonidan berilayotgan har bir maslahat va konsultatsiya qonunga asoslanadi va ularning oqibati bo'yicha ham sizga yetarlicha tushuntirishlar beriladi. Murojaat qilayotganlar orasida moddiy zarar ko'rganlar, ya'ni o'z huquqini tiklash yoki himoya qilish uchun u yoki bu yurist yoki advokatga go'yoki murojaat qilib, ammo berilgan noto'g'ri tavsiyalar oqibatida uni zarari 2 barobar ko'payib ketganligi haqida ham eshityapmiz va shunday odamlar murojaat qilishmoqda. Ya'ni vaziyat batamom yo'q bo'lib yoki bo'lmasam yana ham og'irlashgandan so'nggina ular yuqori malakali yoki bo'lmasam yetarlicha mehnat stajiga ega bo'lgan soha vakillariga murojaat qilishadi. Ular orasida soliq, uy-joy xarid qilish, transport vositasini xarid qilish yoki bo'lmasam garov, sug'urta, shu bilan bog'liq holatlarda chuv tushgan yoki aldangan yoki huquq normasini noto'g'ri qo'llanilishi yoki noto'g'ri maslahat orqali zarar ko'rganlar ham yo'q emas. Bunday vaziyatlarda men hamyurtlarimizdan albatta bir narsani so'ragan bo'lardim. Har qanday sohada xizmat ko'rsatish bo'ladimi, xarid bo'ladimi, savdo-sotiqda eng maqbulini tanlashga o'rgangan ayrim insonlar nima uchundir aynan huquq sohasida maslahat yoki konsultatsiya borasida arzon va tekin xizmatni izlashga harakat qilishadi va o'z-o'zidan sizga o'sha tekin xizmat yoki arzon xizmatni taqdim etuvchi yoki taklif qiluvchilar ham shu ondayoq topiladi. Ammo ulardan maslahat olishdan avval uni shaxsi bilan ham qiziqib qo'ying. Sizga maslahat berayotgan inson kim? Qayerda, qanday lavozimda ishlaydi? Mehnat staji va o'sha sohadagi natijalari bilan ham qiziqib qo'ying. Chunki sizga maslahat berayotgan inson aslida kimningdir mehnati evaziga pul topayotgan bo'lishi mumkin. Buni inkor etmaymiz va bu ayrim faktlar bilan o'z isbotini topgan. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham yosh profil va akkauntlarni ko'ryapmiz. Bu albatta yaxshi. Xalqimizda yaxshi gap bor. Karvon ko'p rizqi bo'lak deyishadi. Ammo ayrim berilayotgan noto'g'ri tavsiyalar yoki huquqni mohiyatini tushunmasdan turib u yoki bu ma'lumotni tarqatilishi huquq hamjamiyat yoki advokatlar hamjamiyatiga nisbatan bo'lgan munosabatning o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugun oliygohni tamomlab, ertasiga profil akkaunt ochib,
indiniga ma'lumot tarqatayotgan, ma'lumot berayotgan hamkasblarimizga albatta o'ziga xos tavsiyalarimiz bor. Har qanday huquq normasi uni ijrosi doirasida qabul qilinayotgan boshqa bir hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu borada qabul qilingan Oliy sud plenum qarorlari va qolaversa boshqa normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadigan shunday hujjatlar borki, ularni o'qib tushunish oxir-oqibat u yoki bu yo'nalishda sizga tavsiya berish huquqini beradi. Deylik, har qanday moddani dispozitsiyasi yoki sanksiyasida ko'zda tutilgan normalar haqida gapirar ekansiz, albatta uni to'ldiruvchi boshqa normativ huquqiy hujjatlarni ham o'qib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Chunki siz berayotgan ma'lumot aslida siz berishingiz kerak bo'lgan ma'lumotni o'ndan birini tashkil etishi mumkin va oxir-oqibat siz iste'molchiga, sizga yordam so'rab murojaat qilganga chala ma'lumot bergan bo'lib chiqasiz va u oxir-oqibat faqat siz haqingizda emas, balki ana shu soha vakillarining barchasi haqida birday salbiy fikrlashga o'tadi. Bugungi kunda professional darajada xizmat ko'rsatuvchi yuridik firmalar, yuridik kompaniyalar yoki bo'lmasam juda ham katta auditoriyaga va juda ham katta mehnat stajiga ega bo'lgan huquq sohasi vakillari bor. Aynan ulardan ish o'rganish, yetarlicha tajribani orttirish, O'zbekiston Respublikasidagi barcha qonunchilik bazasini deylik o'qib chiqish emas, u bilan tanishish yoki aynan ana shu huquq normalari doirasida qabul qilingan boshqa hujjatlarni varaqlash, Oliy sud plenum qarorlar yoki bo'lmasam O'zbekiston Respublikasi doirasida qabul qilingan qarorlar, farmon va farmoyishlarni yaxli tarzda o'rganish oxir-oqibat sizga u yoki bu mazmunda yetarlicha ma'lumot berish imkoniyatini beradi. Ammo tez va yengil auditoriya to'plash yoki tezroq odamlar ishonchiga kirish uchun ham o'zingiz ishonch hosil qilmagan yoki yetarlicha asoslantirilmagan huquq jihatdan isbotlanmagan ma'lumotlarni tarqatishingiz bu eng kamida yolg'on yoki noto'g'ri ma'lumotni tarqatish yoki moddiy huquq normasi noto'g'ri qo'llanishiga olib kelishi mumkin. Bu borada sizga murojaat qilayotganlarga yoki sizdan yordam so'rab murojaat qilganlarga imkon qadar qonun doirasida batafsil javob berishga odatlaning. Ana o'shanda siz kutgan auditoriya va siz kutgan shon-shuhrat o'zi sizni izlab keladi. Raqamli davrda yashar ekanmiz, har bir inson, har bir kuzatuvchi, har bir iste'molchi maqbul ma'lumotlar bazasiga ehtiyoj sezadi. Lekin ming afsuski bu ma'lumotlar bazasini sizga taklif qiluvchilar bugungi kunda juda ko'plab topiladi. Sizga o'z xizmatini taklif qiladigan yoki u yoki bu soha yoki u yoki bu case doirasida maslahat berishga intilayotganlar ham juda ko'p. Ammo eng achinarlisi bugungi kunda davlat tashkilotlari tizimida ham aynan hukumat tomonidan qabul qilingan ayrim qonun hujjatlarini noto'g'ri talqin qilish va uning oqibati sifatida odamlarga, iste'molchilarga noto'g'ri jarima qarorlarini rasmiylashtirilishiga sabab bo'lyapti. Ko'p emas, bir nechta misolni keltirib o'tishim mumkin bo'ladi. Xususan o'sha barchaga haydovchilar hamjamiyatiga ma'lum bo'lgan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasi. Hech kimga sir emas, bugungi kunda ham ayrim yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan mana shu modda doirasida odamlarga, ya'ni o'zgartirilgan oynalar uchun ruxsati bo'lsa ham ruxsati yo'q shaxsga rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan jarimalar rasmiylashtirilmoqda. Bu qonunan noto'g'ri va biz buni amalda sud qarori bilan isbotlab berdik. Qolaversa, bolg'acha masalasini olaylik. Bu ham juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz juda ham yaxshi bilamiz, M1 toifadagi transport vositalariga nisbatan ushbu bolg'achalarni transport vositasida olib yurish majburiy emas, ammo ayrim yo'l patrul xizmat xodimlari bu borada jarima qarorlarini rasmiylashtiryapti. Yoki mana kuni kecha juda ham katta bahslarga sabab bo'lgan monitor masalasini olaylik. Bugungi kunda raqamli va innovatsion davrni hisobga oladigan bo'lsak, transport vositalari inson omilisi ham harakatni davom ettiryapti. Inson omilisiz u parkingni amalga oshiryapti va bu borada transport vositalarini maxsus monitorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Va qonunchilikda monitorlar borasida javobgarlik bor, ammo moddiy huquq normasi noto'g'ri qo'llanishi odamlarni yo'q joydan nohaq jarimaga tortilishiga sabab bo'lyapti. Tushuntiraman, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 12-bandi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasida aynan harakatlanish davomida, transport vositasini boshqarish davomida haydovchining monitordan tele va video dasturlarni tomosha qilish maqsadida foydalanishi javobgarlikka sabab bo'ladi. Ana endi savol, bunday vaziyatlarda haydovchini ma'muriy javobgarlikka tortish uchun asos bu uni transport vositasini boshqarish davomida aynan ushbu monitordan tele va video dasturlarni tomosha qilish maqsadida foydalanganlik faktini mavjudligi uni shu modda bilan javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Ammo amalda qanday bo'lyapti? Monitorni mavjudligi uchun javobgarlikka tortishyapti. Agarda bu asos bilan haydovchilar jarimaga tortiladigan bo'lsa, unda keling, yarim O'zbekiston, ya'ni transport vositasida monitor borlarning barchasini javobgarlikka tortaylik. Isbotsiz. Bu ham o'ziga xos rezonansni keltirib chiqaradi. Ya'ni qonunni, moddiy huquq normasini noto'g'ri qo'llanishi
juda ham katta auditoriyani, ya'ni haydovchilar hamjamiyatini e'tirozga sabab bo'lmoqda. Bu boradagi tavsiya qonunni va qonun nazarda tutgan qoidani to'g'ri talqin qilish va to'g'ri yetkazish va yakunda, pirovard yakunda unga nisbatan to'g'ri jarima rasmiylashtirishini ta'minlash kerak. Aks holda odamlarda mana shu qonun hujjatlariga, qonun normalariga nisbatan bo'lgan itoat hissi yo'qolib boradi. Yana bir misol bu davlat raqam belgilarining joylashuvi. Bu borada ham juda aziyat chekkanlar ko'p. Ya'ni transport vositasini oldi qismida davlat raqam belgilarining biroz pastroqqa o'rnatilishi ayrim holatlarda qayta jihozlash vaji bilan jarimaga tortishga sabab bo'lgan. Bunday odamlar oramizda topiladi. Ammo yo'l harakati qoidalarida, amaldagi yo'l harakati qoidalarida transport vositasini davlat raqam belgilarini o'rnatilish bilan bog'liq bo'lgan qoidada qayta jihoz haqida hech qanday gap so'z yo'q. Bu haqda maxsus video tayyorlandi va tushuntirish ham olindi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarida transport vositalarida davlat raqam belgilarini ko'zda tutilgan joyga o'rnatilmaganligi haqida gap ketadi. Ya'ni tasavvur qiling, avtomashinaning oldi qismida davlat raqam belgilari mavjud emas, yo'q, o'rnatilmagan. Ana shunday tartibda, ana shunday holatdagina sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'tariladi. Ammo davlat raqam belgilarini biroz pastroq o'rnatilishi bu aynan shu qoida bilan haydovchini javobgarlikka tortish kerak degani emas. Bu yerda ham biz huquqni noto'g'ri qo'llanilishi yoki o'sha qoidadan anglashilayotgan ma'noni noto'g'ri talqin qilinishi oqibatida haydovchilar meni nazarimda asossiz ravishda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortilmoqda. Men biroz avvalgi mavzuga qaytaman, ya'ni odamlarni ehtiyojidan kelib chiqib, ularning vaziyatdan ustalik bilan foydalanayotgan, deylik, o'sha qo'shtirnoq ichidagi yuristlar ham oz emas. Ayrim kuzatuvchilar, ayrim iste'molchilar xohlaymizmi yo'qmi, arzon va tekin xizmat tarafdori bo'lishadi. Ammo bu borada sizga ko'rsatilayotgan xizmat qanchalik sifatli, bunisi bilan ham qiziqib qo'yishingizni shaxsan tavsiya qilgan bo'lardim. O'zimizning shaxsiy misolimizda bevosita muallif deymiz yoki bo'lmasam u yoki bu advokat tomonidan tayyorlangan ariza namunalarining keyinchalik o'zlashtirilishi va uchinchi tarafga sotilish holati kuzatilib turibdi. Bu borada eng achinarlisi ana shu arizadan anglashilayotgan ma'no yoki u nimani nazarda tutganligi haqida iste'molchiga yoxud o'sha arizani sotib olgan odamga yetarlicha tushuntirishlarni berilmasligi, ayrim bandlarni tamomila olib tashlanishi yoki ularning o'rniga ushbu masalaga aloqasi bo'lmagan bandlarni qo'shilishi keyinchalik iste'molchini yoki bo'lmasam o'z huquq va manfaatlarini sud tartibida himoya qilayotgan insonni sudda yutqazishi yoki bo'lmasam sud tarafidan arizangiz noto'g'ri yoki undagi vajlar asossiz degan so'zlarni eshitishiga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, bunday holatlarda kim jabr ko'radi-yu, kim yutadi? Ana shu biz bilgan soxta akkauntlar yoki soxta yuristlar yoki bo'lmasam yetarlicha tajribaga ega bo'lmagan yosh kadrlarning bergan maslahatlari orqali kimdir sudda yutqizmoqda yoxud sud nazarida aynan huquqshunos yoki yuristlar noto'g'ri tavsiya berayotganligi haqida gaplar yurmoqda. Bunday ishlarni amalga oshirilishi yoki sifatsiz chala ma'lumotlarning berilishidan ham hukumat va nazarimda ham iste'molchi jabr ko'radi. Hukumatning bu yerdagi mag'lubiyati aynan qonun normalarini noto'g'ri talqin qilinishi, qonunga nisbatan bo'lgan hurmat hissini yo'qolishi bo'lsa, iste'molchida esa qonun barcha uchun barobar emasligi yoxud ular ishlamasligi borasidagi salbiy fikrni uyg'onishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, bu borada menimcha eng maqbulini, ishonchlisini va o'ziga xos yillar davomida sinovdan o'tgan xizmat turini tanlashingizni tavsiya qilaman. Bunday imkoniyat sizda bor, chunki biz odatda yaxshisini tanlashga, yaxshisini deylik o'zlashtirishga o'rganganmiz va aynan yuridik olamda, yuridik xizmatlar olamida ham sifatlisini tanlashga yoki aynan sifatli xizmatdan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Yakunda bu sizni ham ma'nan ham moddiy ayrim chiqimlardan deylik saqlanib qolishingizni ta'minlaydi.